Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning 100 tuvan xijiljan do'stinglaringdan bayon. Xilvat bir binoda bir go'zal qiz yangi do'qubkidan chiqqan to'qo qobida kep yalang'och tugilib yotadi. Bu qizga zodi nim bo'ldi? Oqshom zodi kim bilan nima ishlar yuz berdi? Mana bugun men sizlarga Hindistonning kiyim kiymaydigan bir kinosini so'zlab, ko'zinglarni bir ichib qo'ymoqchi. Quloqni ding tutib, har vaqt zantin kunukisini besib turib, inchik nuqtalarni tafsiliy ko'rib chiqing. İnsanlar barliqqa kelgandan boshlab ayollarning ikki cho'ng ortiqchiligi bor edi. Qadimki Hindistonda bo'lsa, bu ortiqchilikni doim ko'rib turish uchun kiyim kiyib olgan ayollardan doim boj ilanadi. Lekin odamni afsuslantiradigan shuki, bundaq isil an'ana bugunga kelganda yo'qolib ketdi. Ay xotin, yuqorqi aytilgan tarix rost. Shunga sen tunugin ko'rib qolgan u qiz, shu an'anaga varislik qilish uchun yinimga kaptika shu. O'zing bo'lsa, men bojjig'im-a? Tuyuqsiz istustaklar orasidan Dovban Xoli Queen chiqib qoladi. Buni ko'rgan To'shay Burut qattiq cho'chib ketdi. Bu nemish bo'lib ketdi? Shabaran polvon boldir ishdan tushib ketmagandi. To'satdan bu Dovban Xoli Queen yenidan yo'g'on bo'lqisini chiqarib, seni patriotman deb qo'ydi. Bu chaqda uning kaynidan bir muskulliq bentay chiqib qoladi. Ular birsi oldidan birsi kaynidan kelib, To'shay Burutni ishtanaga siygizib etadi. Amaliyotda bu Motorola shirkatining tojdorligidagi dangliq programma tutachilib o'ltasam bo'lib, uzun yillardan yoqi ular har xil tayin yo'q uslublar bilan yuvosh odamlarni ahmoq qilib o'ynaydi. Mana bu programmaning bosh planlovchisi har qanday ishtiha bilan do o'ynaydigan, og'izda po o'ynaydigan, haqni chip o'ynaydigan, jaynakning qosmoq yerida qordab ketgan go'zal qiz Cholimangul edi. Cholimangulning bu tetiqsiz o'zig'i yo'q programmasining ko'rilishi intayin yaxshi bo'lib, bu qizning atratidagilar haqni ahmoq qilish orqali xo'shallik ham ma'naviy o'ziga erishadi. Cholimangulning opsi beli qizdam beshini likangshitib, qo'llarini pulangshitmasi gap qila olmaydigan bir mehribon ayol bo'lib, u qizining bundaq tayin yo'q ishlarni oz qilib, aktiv energiyalik jibolarni qilishini umid qiladi. Ay qizim, olgan maoshing kiyimingga yetmayvatamda. Nima bu kiyib olganing? Nasring qara. Bu qo'shnimizning qizi nima degan o'ngliqcho'ng bo'lgan? Kiyinishlari qarab baqa. Voy opa, voy sen ko'rgan u qo'shningning qizi bilan men ko'rgan qo'shnimning qizi ikkisi ikki odam. Voy bo'ldi qila. Men bilmamdim seni. Qachonlar qarsam chiqargan narsangning hammasi mana qizlar. Jibo boshlandi. So'g'ib bersanglar, maymonni do'rab berma. Usul o'ynab berma. Voy ano, haqning menga yozgan inkostlarini ko'rayotgansan. Voy chiroyli, voy go'zal deb. So'g'ib deganni aytib po'shtirib aytdi-ku. Voy angladim. Sana xanga chayiz deganni jiq atdi deydi-ku. Voy yo'q u saylan uyga kelganini ko'mdim-ku. Kim biladi o'taq o'zing yeb oldingmi? Voy bo'ldi, o'rmabdimi? Bitti. Nim qilsangchi o'zingning ishi. Ishqilib, mening yuzimni to'kmay, uydagi 2 metr sarjini badaningga o'rab, sari qilib bir chiqib baqqana shu televizorga. Men bir xo'shib ketay. Voy salla xo'sh bo'ldi g'ash bo'lsa, tozliq qog'ozini yo'gsammi yo'gay? Idoraga kelgan Cholimangul kashli xabar programmasining guli bo'lgan Matilda Kotkot bilan deyishib qoldi. Adash, o'zing sat bo'lgan bilan sana bek kiyim yarashidi juma. To'g'ri deysan adash, lekin men-chu bir qism zavod aslidan o'zining naslidan chatnab ketgan chiroylardan ming yaxshimiki deb o'ylayman-a. Men-ku adash topgan pulimni kiyimga xashlayapman. Sening topgan puling bo'niyosang ketib boramdi qanda. Filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Panus salonidan ko'ring.